Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil Erondagi qizlar maktabiga vahshiyona zarba berdi. Qurbonlar nihoyatda ko'p. Erondagi harbiy operatsiya uzoq davom etishi yoki 2-3 kunda tugashi mumkin. Tramp. Eron oliy rahnamosi Ali Xomaney o'lgani e'lon qilindi. Eron qattiq qasos olmoqchi. Xomaneyning o'rnini kimlar egallashi mumkin? Ehtimoliy nomzodlar haqida ma'lumot berildi. Endi esa batafsil. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vitronik qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlarini tez va samarali davolashga yordam beradi. Jinsiy quvvat ham sezilarli darajada oshadi. Hoziroq Shov-shuv kanali nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish mutlaqo bepul. Isroil Erondagi qizlar maktabiga vahshiyona zarba berdi. Qurbonlar nihoyatda ko'p. Isroil harbiy havo kuchlari Eronning Minab shahrida joylashgan qizlar boshlang'ich maktabiga zarba berdi. Davlat ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, hujum oqibatida 1-6 sinf oralig'idagi kamida 57 nafar o'quvchi halok bo'lgan. Ta'lim muassasasi AQSh va Isroil tomonidan mamlakatga berilgan zarbalarning birinchi to'lqinida nishonga olingan. Eronning IRNA davlat axborot agentligiga ko'ra, voqea joyida qidiruv-qutqaruv va vayronalarni tozalash ishlari davom etmoqda. Hujumga mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ham munosabat bildirdi. U zarba oqibatlari aks etgan kadrlarni e'lon qilib, Eron xalqiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar javobsiz qolmasligini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Baqoiy ham hujumni ochiq jinoyat deb atab, BMT xavfsizlik kengashini choralar ko'rishga chaqirdi. Al Jazeera telekanalining Tehrondagi muxbiri Muhammad Valga ko'ra, ta'lim muassasasiga hujum AQSh va Isroilning faqat harbiy obyektlar nishonga olinayotgani haqidagi da'volarni shubha ostiga qo'yadi. Prezident Tramp Eron xalqiga yordam kelishini va'da qilgan edi, ammo hozir biz tinch aholi qurbon bo'layotganini ko'ryapmiz. Eron hukumati buni xalqaro huquq buzilishi va Eron xalqiga qarshi tajovuz sifatida baholaydi, dedi Val. Erondagi harbiy operatsiya uzoq davom etishi yoki 2-3 kunda tugashi mumkin. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Erondagi harbiy operatsiya uzoq davom etishi yoki 2-3 kunda tugashi mumkinligini aytdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Tramp Eronga hujumlar fonida vaziyatni yumshatish uchun bir nechta chiqish variantlari borligini aytdi. Men uzoq yo'lni bosib o'tib hammasini to'liq nazorat ostiga olishim yoki hammasini 2-3 kunda tugatishim va eronliklarga agar yadro dasturingizni qayta tiklashni boshlasangiz, bir necha yildan keyin ko'rishamiz deyishim mumkin, dedi AQSh prezidenti. Trampning ta'kidlashicha, Erondagi operatsiyaga yadroviy muzokaralarga oldinga siljish yo'qligi sababli yashil chiroq yoqilgan. Eronliklar goh kelishuvga yaqinlashar, goh yana chekinar, yaqinlashar va chekinardi. Shundan tushundimki, ular aslida kelishuvga erishishni istamayapti, dedi u. Isroil va AQSh 28-fevral kuni Eronga hujumlarni boshladi. Bunga javoban Islom Respublikasi AQShning yaqin sharqdagi bazalariga va Isroilga raketalar uchirdi. Hozirda Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Bahraynda portlashlar qayd etilgan. AQShning Bahrayndagi bazasi jiddiy shikastlangan. Mintaqa davlatlarining aksariyati o'zining havo hududini yopgan va bu davlatlarga kirish va chiqish reyslari to'xtatilgan. Eron oliy rahnamosi Ali Xomaney o'lgani e'lon qilindi. Eron qattiq qasos olmoqchi. AQSh prezidenti Donald Trampning ma'lum qilishicha, Eron oliy rahnamosi Ali Xomaney o'lgan. U bu haqda Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Tarixdagi eng zolim odamlardan biri hisoblangan Xomaney o'ldi, deyiladi Trampning postida. AQSh prezidentining fikricha, Eron xalqi o'z mamlakatini qaytarib olish uchun buyuk bir imkoniyatni qo'lga kiritdi. Islomiy inqilob muhofizlari korpusi, armiya va boshqa xavfsizlik kuchlaridagi hamda politsiyadagilarning ko'pchiligi ortiq jang qilishni istamayotgani va bizdan shafqat kutayotgani haqida eshityapmiz. Kecha oqshomda aytganimdek, ular hozir shafqat topishi mumkin. Ammo bizga qarshi kurashni to'xtatmasalar, ularni muqarrar o'lim kutyapti. Islomiy inqilob muhofizlari korpusi va politsiya kuchlari eronlik vatanparvarlar bilan tinch totuv birlashib, mamlakatga u loyiq bo'lgan buyuklikni qaytarish uchun bir yoqadan bosh chiqarib ishlaydi deb umid qilamiz, dedi Tramp.
Trampning qo'shimcha qilishicha, Eronga ommaviy zarbalar berish bir hafta yoki biz o'z maqsadlarimizga, ya'ni Yaqin Sharqda va oxir-oqibat butun dunyoda tinchlikka erish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt davom etadi. Xomaneyni halok bo'lganda Eronning IRNA, Fars, Tasnim, Mehr, Isna medialari ham tasdiqladi. Eron oliy rahnamosi o'limi munosabati bilan mamlakatda 40 kunlik milliy motam va bir haftalik ta'til e'lon qilindi. Xomaneydan tashqari Isroil va AQSh hujumlari oqibatida uning qizi, kuyovi, nabirasi va kelini ham halok bo'lgan. 86 yoshli Oyatulloh Ali Xomaney 1989-yildan buyon Eronni boshqarib kelayotgandi. Oliy rahbar sifatida u mamlakatda hokimiyatning barcha tarmoqlari, shuningdek harbiy va sud tizimi ustidan eng yuqori vakolatlarga ega. Eron hukumati va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Xomaneyning o'limi uchun qasos olinishini ta'kidladi. Eron hukumati ta'ziyasida Xomaney zamonaviy fanlarni puxta biladigan, dono va keng diniy bilimlarga ega, jasoratli shaxs sifatida ta'riflandi. Ushbu og'ir jinoyat hech qachon javobsiz qolmaydi va islom olami hamda shiyalik tarixida yangi sahifa ochadi. Bu oliy martabali raisning pok qoni buloqdek qaynab, Amerika sionistik zulm va jinoyatlarni tag tomiri bilan qo'porib tashlaydi. Bu safar ham to'liq kuch va qat'iyat bilan biz bu jinoyatning aybdorlari va tashkilotchilarini qilgan ishlaridan pushaymon qildiramiz, deyiladi bayonotda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ham Xomaneyning o'limi javobsiz qolmasligidan ogohlantirdi. Insoniyat va insoniylikning eng yovuz terrorchilari hamda jallodlari qo'lida shahid bo'lish ushbu buyuk rahbarning haqqoniyligi va uning samimiy xizmatlarining e'tirofidir. AQShning yovuz niyatli hukumati va sionistik rejimning jinoiy va terroristik harakatlari diniy, axloqiy, huquqiy va umum qabul qilingan me'yorlarning ochiqdan ochiq buzilishidir. Shu bois Eron xalqining qasos qo'li millat imomining qotillarini og'ir, qat'iy va pushaymon qiluvchi jazoga tortmaguncha tinch qo'ymaydi, deyiladi qo'riqchilar korpusining bildirgan ta'ziyasida. Bayonot so'ngida Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi milliy birdamlikka chaqirdi. Xomaneyning o'rnini kimlar egallashi mumkin? Ehtimoliy nomzodlar haqida ma'lumot berildi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomaneyning o'limi uning o'rnini kim egallashi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirdi. The New York Times nashri ehtimoliy nomzodlar haqida ma'lumot berdi. 2025-yil iyun oyida Isroil bilan 12 kunlik urush vaqtida Xomaneyning bunkerda ekani haqida xabarlar tarqalgan paytda u o'z o'rniga tezkor tayinlanishi mumkin bo'lgan 3 nomzodni belgilagani aytilgan. Eron qonunchiligiga ko'ra oliy rahbar yuqori martabali shiya ruhoniysi bo'lishi va ekspertlar assambleyasi tomonidan tayinlanishi kerak. Yuqori martabali eronlik amaldorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga ko'ra, Xomaney afzal ko'rgan nomzodlar sifatida quyidagilar keltiriladi. Sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhsini Eji, Xomaneyning devon rahbari Ali Asg'ar Hijoziy va islohotchi qanot vakili Oyatulloh Xomaneyning nabirasi Hasan Xumayni. Xomaneyning o'g'li Mojtabo ham ayrim guruhlar tomonidan ehtimoliy voris sifatida tilga olinadi. Biroq Xomaney oliy rahnamo lavozimi meros tariqasida o'tishini istamasligini bildirgan edi.